Hey, hammaga salom, sizlar bilan yana Bekista Uz. Bugungi videomizda bugun shu kelik mashinamizda yangi villa olamiz. Villa degan dam oladigan uy emas, villa. Basseynda villa olamiz. Bo'lmasam boshlaymiz. Bekista Uz kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bolalar 10 ta obunachiga oz qoldik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida mazza qilasizlar. Kelikda ketamiz. Mashinaning ichidan indimiz. Ketdi, bugun boya boramiz bu yoqqa. Qo'shib qo'yamiz. Qo'shib qo'yib boramiz. Sekin astalik bilan mashinaga gaz ham solamiz. Ideya yozib ketinglar kommentariyaga. Patishga kutaman bolasizlardan. Har kuni video chiqyapti. 4 ta 5 ta video. Qo'ldan kelgancha chiqadi. Ochamiz. Shundan tushib 90 minglik gaz qo'yib olamiz. 90 ming bo'ldi. Ichida 5 litr bor edi. Eshikni beklaymiz. Bu gelikimizni bolalar yili 2024. Yangi probeg 6 kilometr. 6 kilometr degani oz, juda oz. Mana keldik bolalar shu villa. 5 ta mashina sig'adi. Bo'lmasam sotib olamiz. Shu villa hozir obzor qilib ko'rsataman mashinadan. Yelikdan tushamiz. Mana 5 ta mashinalik parkovka bo'lib, bitta g'ildiraklar. Kreslo bitta nima? Bitta bunaqa rasm va ko'zalar, bunaqa lidli zina, fanar va zinapoyalar. Bu yoqda oshxona, ovqatlanish, bu yoqqa yotoqxona bu yog'i, bu yoqqa ko'chani tomosha qiladigan yer. Bu yoqni bu yoq divan kreslo, bu yoqda zinapoya, bunaqa. Bu yoqda suvga tushadigan basseyn, ikkita basseyn, bu yoqda kokteyl ichib, choy, suv, sharbat ichib dam oladigan. Voy, nima bo'ldi? Dam oladigan yer. Shu yerda kreslo. Mana ko'rinishi palma daraxtlari bor. 4 ta. Bo'lmasam videoni shu yerda to'xtatamiz. Vallahi sizlar oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat hammaga. Sizlar bilan Bekista Uz bo'ldi. Bekista Uz kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.